Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Mingberdiyeva Dilafruz Ergashevna Denov tumanidan tashrif buyurganman. Termiz Marvaridi sanatoriyasiga. Mana 3 kun bo'ldi bugun kelganimga. Bu yerda sharoitlarni ko'rib, shifokorlarni, hamshiralarning muomalalarini ko'rib juda xursand bo'ldik. Oshxonalarda ham 3 mahal ovqat, shart-sharoitlari juda yaxshi, toza. Bu yerda o'yingohlar, tennislar tashkil qilingan. Fizioterapiya muolajalari juda yaxshi. Mana bu yerga giyohli suvlar tayyorlab qo'yishibdi. Massajdan keyin, vannadan keyin bu giyohli suvlarni ichib, mijozlar juda sog'lom, o'zini tetik his qilyapti. Juda mamnunmiz. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu Termiz Marvaridi sanatoriyasiga sizlarni ham tashrif buyurishlaringizni tavsiya qilamiz. Juda yaxshi shifo maskani ekan, bizga yoqdi. Rahmat hammaga.